o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni yurish-turishida, qilayotgan qilig'ida, kiyimida, prichoskasida, soch tarashida. Ularni uylaringizdan chiqarib yuboringlar degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Soatlab aynayda ko'zguda oldida turishlik, go'zallik salonlariga borishlik. O'g'il bolaga to'g'ri keladimi? Kelar ekan hozirgi zamonda. Eshitib, yoqani ushaysan. Bormish, bor domla, tirnog'ini oldirgani boradi. Endi o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarchi, erkaklarni kiyimini kiyib yurgan, badanlarini tortib, qomatini chiqarib turadigan, hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol la'natlangan emasmi? Nimaga shariatimizda uzun kiy, keng kiy deyiladi? Ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishlik kerak. Lekin taassub hozirga kelib turib, ayni ko'z-ko'z qilishlik urfga kirib qolgan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkakni Rasululloh la'natlagandek, o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlaganlar.